O'zbekiston bilan Koreyaning sushilari juda ham katta farqi bor ekan. O'zbekistonga borib sushi yeb ko'rdim, menga unchalik yoqmadi. Balki Koreyaning sushisiga o'rganib qolgan bo'lsam kerak. Shuning uchun yoqmagandir. Menga eng yoqadigani pishirilmagan baliqlardan tayyorlangan sushilar. Mana shu ko'rib turganingiz hammasi pishirilmagan baliqlar. Bu ham даже pishirilmagan krevetki. Faqat marinovka qilingan so'yig'li sousda va даже pishirilmagan go'sht ham bor. Mana shu. Menga shunaqalar yoqadi shekilli. Bismillah. Bu videoni sushi xor o'rtog'imizga jo'natib qo'ying. Kecha soat 12 bo'ldi bizlar. Sushini kunduzi olib kelgandim, qaynonam bilan birga yeymiz deb qo'yib qo'ygandim, lekin qaynonam yemadilar. Shunga o'zim yeyman.